Payg'ambarimiz alayhisalomning oldilarida bir odamni ko'p maqtashdi. Bu odam falon, bu odam piston deyishdi, maqtov bilan. Payg'ambarimiz alayhisalom so'radilar: "Sizlar bu maqtayotgan kishilar o'limni eslab turadimi?" dedilar. Shunda odamlar aytishdiki, sahobalar: "Ey Allohning rasuli, biror marotaba o'limni zikr qilganini bilmagan ekanmiz, eshitmagan ekanmiz" deyishdi. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar: "Bo'lmasa ehtiyot bo'linglar. Odatda o'limni esga olmagan kishi yomon odam bo'ladi" dedilar. Dar haqiqat shunday. Bugun vafot etib qolishligini esidan chiqarmagan odam qanday qilib birovni haqqidan qo'rqmasin? Bugun vafot etib qolishligi mumkin. Bolalarimni yig'latib ketishligi mumkin. Mana kechagida 29 yoshli bolani janozasi bo'ldi. Mana biri 60 ga chiqmasdan 53 yoshda vafot etdi va hokazo. Qancha odamlar vafot etib ketishyapti. O'lishlik uchun inson kasal bo'lishligi shart emas ekan. Urib turgan bu yuragimiz shunday to'xtab qolsa bo'ldi ekan. Shuni esdan chiqarmagan odam birovni haqqidan qo'rqadi. Qo'shnisi bilan urushmaydi. Bolalari bilan inoqlikda yashaydi. Ota-onasini hurmatini joyiga qo'yadi va hokazo. O'lim eslab turishlik, o'limni esga olib turishlik inson uchun faqat manfaat keltiradi. Lekin ko'p ham bu to'g'risida gapirishni xohlamaymiz. O'lim to'g'risida gapirilganda odatda odamning yuragi siqiladi. Haqiqatda siqiladi. Hozir chunki tayyor emasmizda. Imtihonga tayyor bo'lgan odam imtihon kunidan qo'rqadimi? Yo'q, albatta. Imtihondagi savollarni suv qilib ichib yorganim kabi javoblarga ham tayyorman deydi. Tayyorman deydi. Qo'rqmaydi. Xuddi shundoq. Ertaga bir kun kelib vafot etib qabrga kirishligimiz hech kim inkor qilmaydigan haqiqat. Albatta shunday kun voqe bo'ladi. Birma-bir, navbatma-navbat, imida-jimida, birov bilmagan, birov bilgan holatda sekin-sekinlik bilan dunyodan o'tib ketaveramiz.